Iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularning san'atga bo'lgan qiziqishini oshirish va sahnada o'z iste'dodlarini namoyish etishlariga keng imkoniyat yaratish maqsadida Surxondaryo viloyati madaniyat boshqarmasi tashabbusi bilan ilk bor yangi nihollar viloyat ko'rik tanlovi tashkil etildi. Bugun mana Termiz shahrida 2-bolalar musiqa san'at maktabida yangi nihollar viloyat ko'rik tanlovimizda viloyat bosqichi o'tkazilmoqda. Mazkur tanlovni tashkil etishdan maqsad o'quvchilarimizni iste'dodini ro'yobga chiqarish va ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash hamda ularning qalbida musiqa va san'atga bo'lgan qiziqishini oshirishdan iborat. O'quvchilarimiz uchun musiqa san'at maktablarimizda barcha zarur shart-sharoitlarimiz yaratilgan. O'tgan 2024-yil davomida iqtidorli o'quvchilarimiz turli tanlov va festivallarda ishtirok etib, 15 marotaba xalqaro tanlovlarda, 36 marotaba respublika tanlovlarida yuqori natijalarni qo'lga kiritishdi. Mazkur tanlov 14 ta yo'nalish bo'yicha 2 bosqichda o'tkazildi. Hududiy saralash bosqichi joriy yilning 19-21 fevral kunlari bo'lib o'tib, unda viloyat bo'ylab jami 340 nafar yosh iste'dod egalari qatnashdi. Saralash natijasiga ko'ra 189 nafar iqtidorli o'quvchi viloyat bosqichida ishtirok etish uchun tavsiya qilindi. Tanlovning asosiy maqsadi yoshlarning san'atga bo'lgan qiziqishini oshirish, ularning ijodiy salohiyatini ro'yobga chiqarish, sahnada o'zini erkin his qilish ko'nikmalarini shakllantirish va kelajakda o'z ishining ustasi bo'lib yetishishlariga turtki berishdan iborat. Biz 20-sonli musiqa va san'at maktabining teatr sinfi o'quvchilari. Biz Yolg'onchi bola asarini olib chiqdik va hakamlarga yoqdi deb o'ylaymiz. Ergashev Kamol ma'lim bizni tayyorladi. Bir hafta tayyorlandik. Ushbu iqtidorli yoshlar nafaqat o'zlari tanlagan yo'nalishda bilim olmoqdalar, balki xalqaro va respublika miqyosidagi tanlovlarda ham faol ishtirok etib, yuksak natijalarga erishmoqdalar. O'tgan 2024-yilning o'zida surxondaryolik yosh iste'dodlar xalqaro tanlovlarda 15 marotaba, respublika miqyosidagi musobaqalarda esa 36 marotaba g'oliblikni qo'lga kiritib, yurtimiz sharafini munosib himoya qilishdi. Bu esa viloyatda yosh avlodning madaniyat va san'at sohasiga bo'lgan qiziqishi tobora ortib borayotganidan dalolat beradi. Jarqo'rg'on tumani 5-sonli musiqa va san'at maktabidan tashrif buyurganman. Barchaga omad tilayman. Ustozim Choriyeva Mavlud ustoz. Meni qo'llab-quvvatlagan odamlarga katta rahmat. Barchaga omad tilayman. Shuningdek, bolalar o'rtasida musobaqa muhitini shakllantirish, ular orasida sog'lom raqobat tuyg'usini rivojlantirish ham mazkur tanlovning muhim jihatlaridan biridir. Tadbir yakunida tashkilotchilar tomonidan g'olib bo'lgan ishtirokchilar diplom va esdalik sovg'alari bilan taqdirlanib, kelgusida yosh san'atkorlarni yanada ko'proq qo'llab-quvvatlash rejalashtirilganini bildirdilar.